Uyqu vaqtida bo'shanish qanaqa holat hisoblanadi? Bu avvalambor bemorni anamnez yig'ishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu uylanganlarda, ya'ni regularniy jinsiy aloqa bo'luvchi insonlarda bu normal holat emas. Ya'ni bu yerda yallig'lanish, vоспалительный protsess, xronический bakterial prostatit, uretrit va boshqa kasalliklarning fonida bu namoyon bo'lishi mumkin. Lekin ayrim insonlarda, ya'ni biz bo'ydoqlarda bu normal holat bo'lishi mumkin. Shu narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bu holat normal yoki bo'lmasa patologik holatni albatta urolog, androlog nazorati ostida ko'rikdan o'tgan holatda tashxis qo'yiladi va davolanadi. Shunday holat bo'ladiki, yorg'oqdagi, ya'ni mashonkaning harorati ko'tarilgan vaqtda ham urug'ning chiqib ketishi, ya'ni bo'shanish kuzatilishi mumkin. Shuning uchun tanadagi harorat 36.7 ni tashkil qiladigan bo'lsa, tuxumdagi holat bu pastroq bo'ladi. Ya'ni shu temperaturaning oshishi yoki bo'lmasa qalin kiyimda yotishi yoki bo'lmasa haroratning ko'tariluvchi kichik chanoq sohasida haroratning ko'tariluvchi omillar bo'ladigan bo'lsa va uzoq davomida jinsiy aloqalar bo'lmagan inson bo'ladigan bo'lsa, bu urug' chiqishi kuzatilishi mumkin. Shuning uchun barcha ma'lumotlarni bu organik yoki bo'lmasa bu normal holatni bilmoqchi bo'lsangiz, doktor Hasanga murojaat qiling. Sizning sog'lig'ingiz bizning baxtimiz.